Abrorbek, bu siz aytgan o'sha 3,5 millionlik qo'ylarmi Abrorbek? Mana shu 3,5 millionlik qo'ylar. Ikkalasi 7 millionga bitta qo'ydi puliga yetib boradi. Bitta qo'ydi puliga akalar mana bundaqa shalpon quloqlardan oq yuz variantlardan akalar yetib boradi. To'nini qaranglar, to'ni ham nihoyatda chiroyli. O'ta chars ekan. O'ta chars qo'ylar. Ushlab video qilyapmiz akalar mana. Haqiqiy zo'rna boqaman deganlar shoshilib aloqa ochib ko'rasizlar mana. Ikkalasi ham urg'och. Ikkalasi ham urg'och, shalpon quloqlardan. Arashanda zo'rlardan ko'rsatadigan obunachalarimizga haqiqiy noyoblardan yetib keldi hurmatli obunachilar. Videoda erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Xudo xolasa sizlarga manfaatli video qilib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum qo'y chorva ishqibozlari, YouTube ishqibozlari va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aka-ukalar. Akalar, xudo xolasa bugun biz video syomkalarimiz sizlar uchun Namangan viloyati Namangan tumani o'sha arzonchi optimchi deb nomlangan tepa quroqshada olib boryapmiz. Akalar, videolarimiz yoqsa bizdan like tugmachasini akalar ayamaysizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib qo'ldan kelgancha sizlarga yoritib beramiz akalar. Hafta kunimizga bugun seshanba, chisolarimiz 28-iyul 2026-yil. Boshlagan kunlaring hammalaringga xayrli, barakatli o'tsin. Akalar, xudo xolasa bugunga qo'ylarda haqiqiy velikantlardan, noyoblardan, go'zal variantlardan zotga akalar urg'ochlarni o'ta ham chiroylilardan chiqarib beramiz. Erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Akalar, xudo xolasa manfaatli video qilib berishga sizlarga harakat qilamiz akalar. Akalar, bu qo'ylarda yana o'sha o'zimizda akamiz Abrorbek olib kelibdilar. Xudo xolasa erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Abrorbek, assalomu alaykum. Murajash kelib olding, charchamay. Xudo xolasa bugunga yana yangilari keldi. Aha. Xudo xolasa ikki partiya qilib, chiroyli qilib chiqarib beramiz. Pulni yengil qilib beramiz. Joningiz sog' bo'lsin. Bugunga videoni oxirigacha ko'rib tursalaring 3 million 500 mingga ham qo'y chiqarib beramiz. 3 million 500 ming so'mga ham qo'y chiqarib berasiz. Xudo xolasa. Necha partiya qo'y chiqarib beramiz bugun? İlk partiya ma'noli, uchinchi partiyasi 3 million 500 ming. Obunachilarga. Obunachilarga. Obunachi bosgan odamga 3 million 500 ga beramiz. Joningiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa 3 partiya qo'y chiqargan, erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar akalar, xudo xolasa. Xo'p, Abrorbek, bugun birinchi partiyamizga soni nechta bu yerda? Soni 10 dona, bir pachka varianti. 10 dona, yoshi yosh. Yoshi yosh, 2 tish, 4 tish. 2 tish, 4 tish variantlari. Birinchi, ikkinchi qoringa xudo xolasa olishaveradi. Mana akalar, xudo xolasa birinchi, ikkinchi qoringa mana velikantlardan haqiqiy mana bunaqa qoni toza, zot tozalardan akalar xudo xolasa yetib kelibdi mana. To'llarga alohida ahamiyat berasa, to'llari mana bunaqa simjun variantlarda. Xo'p, 10 bosh dedingiz-a bu yerda. Oq yuz variantlarda akalar qaranglar. Orqa boshlari ham yaxshi, quyruqlar ochiq mana. Haqiqiy zo'rlardan boqaman deganlar aloqa bo'lasiz akalar bu xudo xolasa. Mana o'yladi yurishtirishlariga alohida ahamiyat berasizlar, yurishtirishlari nihoyatda chiroyli mana akalar. Mana qo'chqar bu Abrorbek bu? To'liq bu. Mana. Yosh. 2 tishdan 4 tishga chiqyapti. Bo'yni ham bir qator o'lchab ketaylik, mashina bittasini. Bo'ldi. Mana hurmatli obunachilar, yerdan balandligi mana chiqqaniga olaverasizlar akalar. 85 plus ko'rsatyapman. 85 ga olishaversin. 85 ga olishaversin, ha? 85 plus minus olishaversin. 85 akalar plus minusga olaveragansizlar, xudo xolasa. Soni akalar 10 bosh akalar, xudo xolasa mana. Abrorbek, bitta-ikkita ham sotilaveradi. Bitta ham sotilaveradi. Hammasi bu yerda 4 tish, 2 tish yosh variantlarda. Mana orqa boshlari nihoyatda chiroyli, quyruqlari ochiq, go'zal variantlardan boqaman deganlar bugun aloqa ochib ko'rasizlar akalar. Xo'p, yeb-ichishlarda muammosi yo'q, sinab olgansiz. Muammosi yo'q, bir hafta sinovi bor. Bir hafta sinovi bor. Bemalol sinab olishaveradi. Bemalol sinab olishaveradi. Xo'p, bo'ybaslarni 85 plus minusga beraveramiz. 85 plus minus olishaveradi. Bo'ldi. Xo'p, yeb-ichishlarda muammosi yo'q bo'lsa, xudo xolasa yoshlari 4 tish, 2 tish variantlardan ekan akalar. Xudo xolasa qo'ylar haqiqatan Murodjon, qo'ylar nihoyatda e'tiboshi yaxshi. Chiroyli mana garbonlari, yuzlari, orqa boshlarini ham ko'rsatib qo'ydik. Orqa boshlari ko'rsatib qo'ydi mana. 4 tish ekan. 4 tish ekan jonivor qaranglar. Yosh, mana orqalari. Yosh variantlari mana. Quyruqlari ochiq, nihoyatda zo'ridan tozasiz akalar mana qaranglar. Qiziqqan akalar ekrandan nomerlarga aloqa ochib ko'rasiz. Ekrandan nomerlarda xudo xolasa Telegramlar ham bo'ladi. Qaysi qo'y yo'qsa metkani qilib tashlaysizlar, xudo xolasa ishlaringizni bitirib berishadi. Abrorbek, bizga buni narxi qiziq. Narxini qancha deymiz bularda? Murodjon. Ha. Oldi qochdi gap. Keragi yo'q mana 4 tish bu yoq mana. Asosan 4 tish tishda. Qo'yavering jonivorda. Hammasi zo'r ekan bu yerda. Ha. Gap yo'q. 8,5-9 million emas. 8 pastda chiqadi. Nech pul qilib berasiz? 8 ga qarang. 500 ming o'tib beraman bitta. 7 million 7,5 dan. 7,5. 7 million 500 dan akalar ketaver ekan, xudo xolasa.
Dastlabki qayergacha uyushtirib berasiz? Dastlabkilar ketaveradi. Qayerga? O'zbekiston bo'ylab bor. Aytilgan, Ha, O'zbekiston bo'ylab bor. aytilgan joy o'zbek. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha besplatniy. Ha, Yo, kelishilgan holatda. Necha yordam beraverishadi. vodiy bo'ylab Toshkentgacha, xudo xolasa, besplatniy. Undan uyoqqa akalar xudo xolasa, mana kelish bo'lar ekansiz akalar, xudo xolasa. Qarang, yurib turashimiz. Akalar, dunyo mana bunda quyoshga to'lingan simjun oyoqlari stakan tuyoq mana. Haqiqiy zo'ridan tozasidan boqaman deganlar. Qo'lga tushmagan ekan cho'nvorlar. Mana akalar, xudo xolasa haqiqiy gazi kuchli qo'ylar ekan. Qiziqqan aloqasi Tikka dumba. ikki dumba, mana ayru dumba variantlardan ekan. Mana akalar, xudo xolasa qaysi qo'y yoqsa metkani qilib tashaverasizlar. Abrorbek, nechi pul xayrni qilib berasiz? Son 10 dona. Ha. Oldi qo'sh gap yo'q. Siqib ketyapti kuni. Ha. 1 million o'tib beraman. Hamma qo'ydan. 1 million. o'tib beraman. 7 million 400 dan olsin. Dastlabki o'ylashmas. Tilpoq odamga yana sunnatiga ozgina xayriga o'tib beraman. 7 million 400 ming so'mdan hammasini bir joyga olgan odamga. Abrorbek, bitta ikkita olgan odamgachi? Aloqaga chiqishi bo'lsin. Gaplashamiz. Beramiz. Bo'ldi. Jo'ning savdosi bor. Bitta ikkitaga savdosi bor. Akalar, xudo xolasa, bitta ikkitaga savdosi bor ekan. Optim olganga xudo xolasa 7 million 400 ming so'mdan narx aytilyapti. Xudo xolasa hammasini bir joyga olgan odamga o'tib berasizmi yana? Ozgina sunnatiga o'tib beraman. Tilpoqni ishini bitirib beraman. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Akalar, xudo xolasa, erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Bizda endi keyingi partiyaga o'tamiz, Abrorbek. Bizda endi ikkinchi partiyaga mana bundaqa velikantlar ekan akalar. Mana haqiqiy qo'y olaman, yirigidan boqaman degan aka-ukalamizga bemalol tavsiya qilaveramiz. Mana qaranglar akalar, tonlariga alohida ahamiyat berasizlar. Tonlari nihoyatda chiroyli, birinchi betda akalar, qaranglar. Stoykalariga alohida ahamiyat berasizlar. Stoykalari nihoyatda chiroyli. Oldidagi egiz tumonlari ham bor ekan. Qaranglar, qo'ylar haqiqiy yirik variantlardan ekan. Oyoqlari ham stakan tuyoq. Qo'yda maqtagan sari maqtarodan qo'ylar ekan, Abrorbek. Zo'rlaridan, gigantlaridan. Ikkinchi partiyamizga zo'r ekan, hammasi. Soni ham 6 dona. Bir pachka. Yirigidan. Qo'ylar ko'rsang hammasi 100 tuni. 100 tuni xudo xolasa haqiqiy zo'ridan. Kattasini boqaman degan aka-ukalamizga tavsiya qilaveramiz. Bemalol. Ikkinchi partiyaga. Xudo xolasa. Soni ham 6 dona. Aha. Yoshlari qanaqa, Abrorbek? Yoshlar 4 ishdan asosan. Asosan 4 kishi. Ikkita 6 kishi chiqib qolmasa hammasi 4 kishi xudo xolasa. Bitta ikkita 6 kishi bor ekan, undan ular akalar 4 kishi variantlar. Abrorbek, qo'chqorlar qo'shilmagan bunga, xudo xolasa. 50-50. 50 ha? 50-50. Bo'g'ozlig'i 50-50. Akalar, mana shu narsa ekan. Qo'ylar hammasi lekin suyadi qo'ylar. Ko'rinib turibdi o'zi. O'zim terib olib qo'ydim. Mana akalar, xudo xolasa, yirigidan so'raganlarga haqiqat yirik velikantlardan mana. Akalar, egiz tomonlar. O'ta birinchi. Hammasi xudo xolasa Oq quloqlaridan boqaman deganlar. yeti boshlari nihoyatda zo'r akalar mana. Qo'ylarimiz jasadi katta. Bolani ham zo'r boqadi. Bolani haqiqatan zo'r beradi. Qo'chqorda zo'ridan bor degan aka-ukalamizga bemalol tavsiya qilaveramiz. Mana haqiqiy yirik variantlardan, gigantlardan. Abrorbek, bitta ikkitasini buni o'lchab, bo'ybasini o'lchab beraylik. Keyin xudo xolasa qo'lingizga kirganini ushlang bittasini. Mana akalar, qo'ylarni ushlash ham qiyin bo'lyapti. Abrorbek 85 plus ekan qo'yimiz. Toshdan ko'rsatib qo'ysin. Xolasa 4 tishda. Mana 4 tish. Xudo xolasa qarang, oq quloq, oq yuzidan olaman deganlar uchun. Baldoqlarga. Qayerga borlar bor akalar, xudo xolasa. Bor o'zim. Akalar, hammasi bir xilda qo'ylarimiz chiqarib, akalar 2 kishi biz, ozgina qiyinchilik tug'diryapti. 85 plyusga olishaveradi, Abrorbek. 85 plyusga olishaversin. 85 ga ham olsin. 85 ga ham bor ekansizlar. Xudo xolasa borganda akalar uyaltirib qo'ymaydi mana akalar. Xudo xolasa yirigidan, eti boshlari yaxshisidan, zo'ridan boqaman deganlarga bemalol akalar tavsiya qilaveramiz. Abrorbek, buni xudo xolasa telefon qilishadi. Hop, ma'lumotini o'zingiz berasiz. Beraman. Buni narxi qiziq bizga. Narxini necha pulga berasiz? 8,5 million ko'taradi. Yo, 8. Qo'ysam 8 million ham ko'taradi. 8 milliondan o'tib beraman hammasini. Necha puldan qilib berasiz? Chiroyli qilib aytingchi. 200 mingdan o'tib beraman. 7 million 8 million. 7 million 800 ming so'mdan aytyaptilar, xudo xolasa. Abrorbek, endi 7 million 800 dan sizga yarashmaydi. Arziydi. Yo, endi siz arzonchi degan nomingiz bor. Hammasi lekin. Bitta chiroyli qilib xayr-usatiga bitta o'tib bering.
Like boshladimi? Like bosishadi, xudo xolasa kommentariy yozib qo'yishadi. Yana 100 mingni. Otangga rahmat yozib qo'yishadi Abrorbek. Yana otangga rahmat desa yana 100 mingni o'tib beraman. Oxirgi narxi o'sha. 7 million 600 mingni olsin, baraka topsin, mayli. Akalar 7 million 600 ming so'm. Like bosgan odamga sotaman. Like. Oxirida ko'p tursinmi Abrorbek? Oxirigacha ko'p tursa hozir qo'y zo'rini chiqaraman. Arzonidan. Akalar xudo xolasa oxirgacha ko'p turasizlar. Bundan keyingi partiyamizga qo'ydi, arzondan chiqadi. Xo'p, 7 million 600 ming so'mni akalar xudo xolasa hammasi bir joyga bo'lsa ketaverar ekan akalar xudo xolasa. Abrorbek tanlab olishga Piylisi bor. piylisi bor. Ozgina piylisi bor. Ozgina, ko'p emas, ozgina piylisi bor ekan akalar xudo xolasa. Kimga qiziq bo'lsa akalar ekrandan nomerlarga shoshilib aloqa qilib ko'rasizlar. Rangi mana bunaqa brend svetlarda akalar xudo xolasa. Kudam isib ketyapti, qo'ylar kallasiga bo'lyapti akalar. Akalar biz keyingi partiyalarga o'taveramiz. Kuzatishni davom etinglar. Puli arzondan bitta chiroyligidan xudo xolasa siz obunachilar uchun Abrorbek top ketdilar. Chiroyli qilsaga yoritib beramiz. Akalar, mana qo'ylarni qaranglar. So'nggi partiyamizga siz aytgan Abrorbek 3 million 500 ming qo'ylar shularmi? 3 million 500 mingdan shular. Abrorbek qo'chqor sovliq bular. Sovliq ekalasi. Ekadam sovliq. Ha, men qo'chqor qo'shagan. Qaranglar. Quloq Shalpon quloqlardan, oq yuzi variantlaridan o'zim tarbiya qilib olaman, soch chiqarib olaman degan aka-ukalarimizga ikkita va xolosa mana zo'ridan aka. Qo'yib bersak hozir mingga ketar ekan. Akalar qo'ylar chars qo'ylar ekan. Orqa boshlari ham nihoyatda chiroyli akalar. 3 million 500 3 million 500 ming so'mdan mana haqiqat To'roylik atrofi. to'ralik atrofi. Ha. Sentyabrga borib qo'chqor qo'shib so'radi. Sentyabr, oktyabrda qo'shib. Oktyabrda, oktyabrga borib akalar Bo'ylari yetimish. bo'ylari 70 mana qaranglar. Yuz boshlari zo'r. Sog'lom xudo xolasa. Sog'lom yebishlari. Sog'lom yebishlari Qo'yib zo'r. bersak hozir u Andijonga ketib qolyapti yer. Akalar qaranglar, xudo xolasa bir juft xudo xolasa 3 million 500 ming so'mdan kambag'alga haqiqat bo'y qiladigan variantlarni. Obunachilarimiz uchun maxsus. Mana obunachilar, davom qilib qo'ying. obunachilar xudo xolasa sizlar uchun mana maxsus haqiqat arzonidan, zo'ridan boqaman deganlar aloqaga chiqarasa shoshilib. Xudo xolasa Abrorbek dastlabkasini qilib berasizmi yoki? Dastlabkasini qilib beraman. Qilib berasiz dastlabkasini. Hech joningiz sog' bo'lsin akalar. 3,5 million so'mdan akalar ikki bir joyga ketaveradi. Xudo xolasa bitta olaman desa ham chiqishaveradi aloqa. Aloqa chiqish olsin, ishlarni qilib beraman. Buni bittasini olishmaydi, egalasini olishadi. Ikkini olishadi. Lekin yengil, ha. Lekin akalar puli arzon bo'ldi. Videoda oxirgacha ham yetimish. bo'ylari ham yetmish. Yetimish. Videoda oxirgacha ko'rganlardan akalar Alloh rozi bo'lsin. Haqiqat mana xudo xolasa qo'ylar arzon bo'lgan bo'lsa kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirasizlar akalar. Xudo xolasa haqiqat mana bunaqa yoshidan o'zim tarbiyalab olaman degan ko'klarga bemalol tavsiya qilaveramiz. Akalar ketkizgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Hamma chorvasiga Alloh baraka bersin. Bizda bu so'nggi partiya ekan. Xudo xolasa telefon qilsalaring, xudo xolasa ishlaringni Abrorbek bitirib berishadi. Obunachilarga nima deymiz Abrorbek? Like bosgan insonlarga mana qo'ylardan xudo xolasa mingtalab, 2000talab bo'lib ketsin like bosgan. Hech joningiz sog' bo'lsin. Mana haqiqat zo'rdan boqaman deganlar aloqaga chiqarasizlar. Akalar kelgusi videoda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'lsin.